Assalomu alaykum. Demak, bugun yangi bitta masalani yechimini ko'rib chiqamiz. 84-masala. Masala shartida aytilyaptiki, dissotsianish darajasi 96% bo'lgan natriy nitrat tuzi eritmasida 2400 dona ion bor bo'lsa, nechta dissotsiyalanmagan tuz molekulasi bor degan savol kelibdi. Suvning dissotsiyalanishi hisobga olinmasin deyilibdi. Demak, bizda berilgan narsalarni yozib olamiz. Birinchi navbatda alfa berilyapti, ya'ni dissotsiyalanish darajasi 96%. Va bizda berilyaptiki, natriy nitrat tuzi berilyapti. Mana shu natriy nitrat tuzini biz dissotsiyalab yozishimiz kerak. Bu o'rta tuzlar sinfiga kiradi. O'rta tuzlar bir bosqichda dissotsiyalanadi. Natriy kationi chiqadi va nitrat anioni chiqadi. Biriga 1 mol nisbatda chiqadi. Kation va anion biriga 1 mol nisbatda chiqadi. Endi o'zimni natriy nitratni dissotsiyalanayotgan miqdorini misol uchun 1 mol desam, 1 mol natriy nitrat dissotsiyalansa, 1 mol kation, 1 mol anion. Jami hisobda ion deydigan bo'lsam, ikkalasi ham ionga kiradi. 2 mol ion hosil bo'ladi. Manda aytilyaptiki, 2400 dona ion bor deyapti. Ion degani uchun ikkalasi ham olinishi kerak. 2400 dona, ya'ni ta ion bo'lishi uchun nechta natriy nitrat dissotsiyalangan deb hisoblaydigan bo'lsam, proporsiyani ishlash orqali 1 ni 2400 ga ko'paytiraman, bo'laman 2 ga. 1200 ta kelib chiqadi. Demak, bu bizda natriy nitratni dissotsiyalanayotgan molekulari miqdori. Bundan tashqari dissotsiyalanmagan holatda ham qolib ketgan. Sababi 96% dissotsiyalanish darajasi berilyapti. Xo'p, 96% degani bu 0,96 deb olamiz. Songa aylantirib olsak, 100 ga bo'lib olib 0,96 bo'ladi. Bu dissotsiyalanish darajasi 0,96 degani dissotsiyalanayotgan molekulani suratga qo'yishim kerak, mahrajiga jami eritilayotgan molekula qo'yishim kerak. Menda dissotsiyalanayotgan molekula mana 1200 ta. 1200 ni qo'yaman. Mahrajiga umumiy molekula, ya'ni dissotsiyalanayotgan va dissotsiyalanmayotgan hammasi birgalikda qo'yilishi kerak. Shunda x deb olamanda x ni topaman shunda. Menda hozir kelib chiqadi bu jami natriy nitratni molekulalari, eritilgan molekulasi 1250 ta kelib chiqyapti. Xo'p, ana endi 1250 ta eritilgan bo'lsa, o'shani 1200 tasi dissotsiyalangan bo'lsa, dissotsiyalanmagan mana bu natriy nitrat, ya'ni mana dissotsiyalanmasdan qolib ketgan natriy nitrat 1250 minus 1200 bo'ladi. To'g'ri javobimiz 1250 minus 1200 barobar 50 ta bo'ladi. Demak, 50 ta degan javobimiz mana shu javobda turibdi. Bundan ham ko'proq videolar chiqishi uchun videoga like bosamiz, kanalimizga obuna bo'lamiz. Yana ham qiziqroq videolar shu kanalda berib boriladi.